Xo'p, davom etamiz. Bu qizimiz ikkita uribdi bittaga. Bu nima uchun? Sochlaringizda qayzgoq bo'layotgan bo'lsa, demak, qanaqa shampun ishlatsangiz ham sochingizga tushmayotgan bo'lsa, aynan mana shu shampuni tavsiya qilaman. Buni artikuli 2768. Buni shampunni o'zi ham bor. Bu shampun balzamini uribdi bu qizimiz va bu 400 mg juda ham barakali. Sochlaringizni ildizdan davolab, qazg'oqlardan sizni sochingizni xalos qilib beradi. Erkak, ayol tanlamaydi. Oilaviy mazza qilib ishlatsangiz bo'ladigan shampun hisoblanadi. Bu shampunimizdan ham 2 dona urgan ekan. Tak. Pomada 41-874 artikulli pomadamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. 8 soatgacha sizni tak labingizda turaveradi. Matoviy, shunaqangi zo'r, buni xil